Hürmetli vatandaşlarım, emdiki leksiyimizi yani devamlaştırırız. Amerika mütehassisleri Prezident Trump Cumhur'u ziyaret kılıp, Amerika'nın Cumhur siyasetini umumiyüzlük ağdırıp taşlaydığı mavzula haber 11. ayının 2. gün Twitter bizi ilan kılındı. Mavzu kaltıs koyuluptu, vatandaşım ha. Haber mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Osiyoga ziyoratga chiqib, Junguni ziyorat qilish safarining Jungu Amerika munosabatiga ko'rsatadigan ta'siri xalqaro qiziq nuqtaga aylandi. Mutaxassislar mundaq hisobladi. Prezident Trump Junguni ziyorat qilib, Amerikaning Jungu siyosatini qayta yaratadi. Demek ki Amerika'nın Cumhur siyasi hesap emas. Yani Prezident Trump Amerika'nın Cumhur siyaseti kayıtı tüzüdü, yani yaratıdı. Şanghay Cenub Sahara gezisi 11. ayının 2. günü Prezident Trump Beijing'i ziyaret kılıp Amerika'nın Cumhur siyaseti kandak yaratıdı. Mavzuluk makale yazıp tahlilcilerinin tahlilinden nakil keltirdi. Prezident Trump Cumhur'un devlet işler ziyaret kılıp Amerika'nın bütün Cumhur siyasetinin cereyanını etraflı mülahize kılışını kozgatıdı. Bütün Cumhur siyasetini etraflı mülahize kılışını kozgatıdı. Baş aygızcılaşkan taktika arkalık dünyavi ikinci derecelik iktisat devletine takabül turuşunu tüzüp çıkıdı. Maqalada Amerika Qo'shma Shtat Davlat bexatarlik komitetining nopozli sobiq mudiri Michael Greenning so'zlaridan naql keltirib, mundaq ko'rsatildi. Mayli, hozir nima ish bejarilayotgan bo'lsin. Jungo siyosatini tekshirib chiqadi. Ular yoki uni tashlab etadi, yoki qaytadan ko'zdan kechiradi. Yoki Prezident Trump'ning ziyaratiga asoslanib qaytadan Jungo siyosetini tekshirib chiqadi. Geren yana mundaq dedi. Amerika hukumatining o'xil amaliy alohida sohalarga intayin ko'ngil bo'ladiganligini yaxshi bilaman. Demak, Jungo siyosati bu odatiy ish emas. Amerikaning Jungo siyosetini yoki tekshirdi, yoki uning amal qildi, yoki bu qatim o'zgartirdi. Hozir Prezident Trump'ning Osiyo ziyarati bo'lib, Jungo davlat ishlar ziyarati olib bordiganligi mana shunday jiddiy masalalar bilan boshlanib vatandosh. Amerika siyosat xabarlari to'rbita xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Aqsaray 6. aydan boshlab izchil, balki tamom Amerika hukumati ichida Jungo siyosatini asta tekshirib chiqdi. Chunki Prezident Trump hukumatining Jungo siyosati izchillik kam edi. Prezident Trump eg'irlik nuqtasini iqtisod ustiga qo'ygan edi. Janubning Sahari gazeti maqolasida mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin Amerika natijani yetakchi qilish taktikasini qo'llan. Bu siyosat soda ta'tir farqini azaytish uchun Jungoning yo'l qo'yishni qo'lga keltirishni maqsad qiladi. Ba'zi mutaxassislar mundaq hisobladi. Prezident Trump hukumatining Jungo qaratgan soda siyosati barliq siyosatlarning ichida boshdan oxir birdek bo'lib keldi. Amerika hukumatining bir nafar nopozliq amaldor 10. ayning 31. kuni mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilib, aniq yetkazadigan darajada muomala qilishi lozim. Aniq kechiringlar, shuni yetkazadi dedi. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilib, aniq shuni yetkazadi. Ya'ni Jungo Amerika shirkatlariga barobar o'zaro manfaat yetkazadigan darajada muomala qilishi lozim. Bulanch xarakterlik savdo qiladigan va mablag' soladigan qiliqlarni Jungo to'xtatish kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari Biznesga ilmiy jamiyat Sharqiy Osiyo siyosat tadqiqotchisi Ryan Faz mundaq obzor qildi.
Prezident Trump'ın bu katım Cüngünü ziyaret kılgan, sözlügen sözlerini cümle mi cümle, hatta zevergiç tetkik kılışımız lazım. Çünkü Amerika münasebeti dünyaya zor tesir körüsüzgen hoş taraflı münasebettir. Belki Prezident Trump'ın bu katım Cüngünü ziyaret kılışı Amerika'nın dünyavi inovatiga tesir körüsüzdir. Belki Reis Xi Jinping qilchi beparvolik qilmay atrofliq tayyorlik qiladi. Belki Prezident Trump mı shundaq tayyorlik qilishi mumkin. Demek bu qatim suhbatning noiti inchke ve keskin bo'ladiganligini yuqorqi jumlalardan ko'rib olamiz vatandoshlar. Prezident Trump'ning Cüngünü ziyaret qilish to'g'risida Amerika matbuotlari mundaq dedi. Bu yana bir boshqa mavzu. Cüngü'ye yeni xo'jayinning kelganligini oshkorlaydi. Mavzuli xabar 11 ayning 1 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Cüngü'ye yeni xo'jayinning kelganligini oshkorlaydi deganda bu Cüngü xo'jayin bo'lish emas. Butun dunyoga yangidan xo'jayin bo'lgan kishi bu qatim Cüngü'ye keladi deganlik bo'lishi kerak bu xabarning mavzusida. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump kelar hafta 8. günüde 10. günü Cüngü'de devlet işler ziyaretinde bulundu. Vakit ve fırsat del Amerika Cüngü münasebeti Suudi meselesi hem de Çavuşan meselesi boyunca ciddileşken peytke doğru geldi.